Qizlarjonlar, assalomu alaykum hammaga. Xullas, bir 3-4 kundan beri Instagramni ochaman, faqat mashlan temasi, faqat shularda. Bitta narsaga ko'zim tushib qoldi. Bu qizda 200 ming bo'lgan ekan, kuzatuvchisi 200 mingdan 40 mingga ko'tarilib ketganda qizlar. Bu degani ozgina muddat ichida shunchalik aholimiz g'iybatga qiziqadimi, shunchalik birovni oilasini temasiga qiziqadimi qizlar? Hayotda boshqa tashvish yo'qmi? Oila bo'lgandan keyin problema bo'ladi, bo'lmasligi mumkin emas. Qaysi oilani menga ko'rsatinglar, har bitta oilaga bundoq ichiga kirganingda o'zini muammosini ko'rasan. Oila hammada bo'ladi, oilada muammo. Lekin bunchalik birovni hayotiga qiziqib, shu narsa meni hayron qoldirdi-da. Bo'lamas, mayli, oilada problema bo'ladi. Tangani ikkinchi tarafi ham bor. Bu qiz uni yomonlaydi, u bola buni yomonlaydi. Xullas, qarsi ikkita qo'ldan chiqadi qizlar, to'g'risini